Singan xanjar operatsiyasi. Bugun hammasi uzil-kesil hal bo'ladi. Yo hayot, yo mamot. Shkiper, qalpoqing chakka emas. Minnatdorman. U bilan beozor pingvinchaga aylanib qolgandayman. To'g'rimi? Boshqacharoq ekan demoqchi edim. Tushunarli. Kim biladi, uyquga ketishga balki 100% tayyor emasdirman. Signalizatsiya o'chirildi. Zobit qani? Qani u? Fikrimni bayon etganimdan so'nggina hammasi uzil-kesil hal bo'ladi. Yasha bor, qoyil. Voy, uxlash vaqti bo'ldi. Xabar beraman, Shkiper. Uzr, men yuqorida Dushman bilan xiringlashayotganding, shundaymi? Mard bo'lsang gapir, zobit. Yo'q, Shkiper. Men tomoshani ko'rayotgandim. Unda Bunaqada uxla olmaymiz. Qani hozirroq joyingga yot. Bo'la qol. Shkiperga nima bo'ldi? Xayol joyida emasmi? Haligi esi hushi kirdi chiqdi bo'lgandek. Lemurlar dastidan uxlamaslik kasaliga duchor bo'lgan u. Yana batamom halovatini yo'qotgan. Aqlini ham o'zicha qahva damlash mashinasini bir sochi so'roqqa tutdi-ya. Menga maxfiy o'ylaringni aytib berasan. Shkiper, yaxshi yotibdir shahzoda. Farishtalardek orom ol. Yot dedim, zobit. Kech soat 10. Yaxshi yotib turing. Behazil. Soatni to'g'rilab ol. Ushbu tundagi lemurlarning raqs bayramini ochiq deb e'lon qilaman. Men ochsam maylimi? Jonga tegib ketdi-yu. Bu lemurlar qachon uxlatadi bizni? Kavalski, magnitofonni yo'q qilish yo'llarini izla. Ko'raylik-chi. Shunchaki musiqani o'chirib qo'yish mumkin. Jambollaring! Bu New York. Bu yerda hamma ko'ngliga kelganini qiladi. Faqat sendagi ahmoqlar. Yoki e'tibor bermaslik kerak. Pengvinlarning qimmatli e'tibori boshqa narsaga qaratiladi. Yo, befoyda. Lemurni aytgan bo'ladi. Ha. Keyingi harakatlarimiz Bo'lmoq yoki o'lmoq. Barchasi mana shunda jumboq. menga aniq gap kerak, opqoch emas, Riko. Men kabi o'ylashing menga ma'qul askar. Nima bo'lganda ham diplomatik yo'l bilan hal qilish kerak. Qurol-yarog'ni ishga solmaslik va kelishish yo'li bilan deyapman. Qoyil qolmadim senga. U holda zobitdan farqimiz qolmadi-yu. Bilaman, Shkiper, bu seni jangari tabiating va harbiy salohiyatingga to'g'ri kelmaydi, ammo diplomatik yo'l bilan ko'p narsani hal qilsa bo'ladi. U esa amalga oshiradi. Bo'pti. Bo'lmasa yana bir necha hafta chidar ekanmiz. Pengvinlar iltimosiga ko'ra bizlar tinchlik sulhida o'tiribmiz. To'g'ri. Fil bu tinchlik haqidagi majlis ekan xolos. Minnatdorman. Qirol bo'lganim uchun birinchi bo'lib gapiraman. Xullas men sizlarga mo'rtni beraman. Sizlar esa uzoqroqqa daf bo'lasiz. Faqat shu shart bilan. Xayr, boshlash jonivoriman. Yashasin. Soat 10dan keyin bayram yig'ishtirilsin. Soat 10dan keyin 10? Mayli, lekin hali boshlamagan bo'lamiz-ku. Menga bu yog'yapti. Nihoyatda. Qilishni qiniga solda raqsga tush va tunni olqishla. Soatlar 10ni bong urmasidan pingvin bilan tunni baham ko'r. Boyadan beri liklayverib jonga tegib ketding, zobit. Ammo Shkiper, Sen uchun boshqa ish bor. Burchakka tur. kechirasiz. Nimaiki bo'lmasin, maqsadga intilib yashash zarur. Yo xudoyim, shoshilsam tomoshaga ulgurishim mumkin. Va nihoyat biz barcha ishlarni hal qilib keldik. Haliga qanaqasiga edi? Diplomatik kelishuv. Ish qilib bu tunda men o'zimga sokinlikni taqdim etdim deb umid qilaman. Zobit yana dushman tarafga o'tibdi. O'yin tugadi, zobit. Kimni oldidan kelyapsan? Men shunchaki tunda aylanib yurgandim. Yanaldayapsanmi? Ko'zlaring aytib turibdi-yu. Shkiper, zobit ayg'oqchi bo'la olmaydi. Baliq oviga borganda ham eplab aldolmaydi-ku. Bo'pti, Riko, qurolingni tushir. Keyingi safar zobit. Balki bugunchalik jim uxlayursan. Aytib qo'yay. Qonga to'lgan ko'zlarim seni kuzatib turadi. Buni unutma.
Tushunarlimi? Ha, bo'lmasamchi. Aytib qo'yay. Qonga to'lgan ko'zlarim seni kuzatib turadi. Buni unutma. Tushunarlimi? Tinchlik tarafdorlari 2-raund. Bizlar o'z xohish istaklarimizni yozdik. Baliqqa to'la quti, sho'r bo'lsa bas va bizni muhrimiz. Shuni o'zi xolos. Shoshilmang betayin qushlar. Bizning ham bir qancha niyat istaklarimiz bor. Xullas kalom. Seni xumkallang, pingvinjon, meni karaoke o'rindig'im o'rnida bo'ladi. Shu gaping yana bir gap keldi. Qarorlar ahmoqona bo'lsa, qaror chiqaruvchi o'ta ketgan ahmoq bo'ladi. Hamma gap shunda. Biz kelishib olgandik. Hali ham kelishganmiz. Men kelishib ustida turibman. Ularning bari menga ma'qul kelgan, pingvinjon. Bekorlarni aytibsan. Bekorlarni aytibman nima? Tushunarli. Shkeyper esing joyidami o'zi? O'lim senga yaramas, Yago. Yomon chiqmadi. O'chira ovozingni asabimga tegyapsan chitak. Nima? Hoy likildoq maymun. O'zingni yarimta kallang, aynigan miyang va bo'lmag'i fikrlaring asabimga o'ynayapti. Bu haqiqat menimcha. Bunaqa so'zlarni bilmayman. Ammo bular faqat menga mos. Men esa shunga mosman. To'xta. Bular meniki. Bir daqiqa. Menga qalam kerak, qalam beringlar. Damini ol, akacha. Agar bugun dam ola olsangiz, endi ovozini 11 dan oshira olaman. To 20 gacha. Ana shunaqa. Yo'q, u bizlar uchun javobgar emas. Uni asabi chatoqroq, u yosh bola-ku axir. Chindan ham esi aynigan. Shkeyper, bu Shekspirdan sahna edi xolos. Shekspir, shek bilan nima? Nima degani bu? Eshitdinglarmi? Bu bir belgi. Zobitni qamab qo'yinglar. Darhol. Ammo Shkeyper, Bu buyruq Kavalski. gapning ma'nosini tushunmasang nimaga valdiraysan? O'zingga balo orttirding. O'ylab ko'r. O'lim senga yaramas. O'zim seni. Mana u. Dushmanning kattaligini qaraya. Ular kamida 1892 dan oshgan bo'lsa kerak. Menimcha aybdor bo'lmaganlar tomosha qilayotgan taqdimot bu. Zobitga mumkin bo'lgan ishni qilishga qirolning haddi sig'adi. Uni aybsiz dedingmi? Bu shunchaki ko'rinish. U zobitni qirol deb atayapti. Nihoyat u Hammasi mantiqan to'g'ri. Bularni tili bir. Singan xanjar operatsiyasini boshlaymiz. Yuzma-yuz to'qnashamiz. Dushman yuziga tik qarab boramiz. Iltimos, Shkeyperga yordam berishim kerak. Aks holda sahnani buzib tashlash turgan gap. La. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q, yaramas sotqin. Men sotqin emasman, Shekspirdan parcha ko'rsatayotganim xolos. Bu gapni qirol Henri 10 aytgan. Kimning ruxsati bilan qirol bo'lishga haddi sig'idi uni? Keyinchi qirol uchun ham ismi juda ham ahmoqona ekan. O'sha ahmoq Henrining oldiga hoziroq meni olib borasan. Ismi qanday bo'lsa, turqi ham shunday bo'lishi aniq. Jangga tayyorlaning. seni sevaman, Kate. Qo'lingni o'p qolaman. Seni qirolicham deb atayman. Bir daqiqa sahnada o'ngirma bor. Qaranglar, ana u yigit uni uchli temir bilan urmoqchi. Ajoyib tomosha. Hozir senga yomon yakunlanadigan ertakni ko'rsatib qo'yaman. Ish qilib qolma, xo'pmi? Axir bu yigitlar-ku. O'g'rilarga qaraganda ular kaltafahim va tentak. Ketdik. Sahnada hayvonlar. Qochib qol. Shkeyper, Men o'sha ahmoq qirolga ko'rsatib qo'yaman. Mana sizlarga qurol yaroq. ammo to'plar bo'lmasin. Bu qanaqa sahna bo'ldi? Qisqasi, sen bilan ikkita muammoli muammo bor yigitcha. Sen o'zingni qirolga solyapsan. Quyomi maymunmi? Qochib qol. Nima? Salom yigitlar. Nima qilib qo'ydim? Yo'q.
Hammasiga men aybdorman. Nima qilib qo'ydim? Ana, nima qilgani bir pasda esdan chiqdi. Meni kechir, zobit. Kechiraman, Shkiper. Uxlay olmasliging bu seni aybing emas. Zobit, axir senga qilich qadalgandi-yu. Tepadan to'g'ri qorningga sachilgandi-yu. Shunisi yaxshi bo'ldi. Qarang. Yo'q, unday emas. Sen bu qilichingdan hali o'zingni jangchi deb o'ylayapsanmi? Menga bu bolaga yoqib qoldi. Bu sahna ko'rinishini xohish istaklarim ro'yxatiga kiritaman. Ammo bizga tinchlik kerak va nihoyat Shkiper mizg'ib olishga imkon topdi. Tinchlan, Moris. Bilmasam-chi, qahqahatib kulish hech gap emas. Ya? Nima bu? Ishonching komilmi? Bu to'g'ri Elisning ofisidan keldi. Allaqanday kasallik bilan bog'liq bo'lishi kerak, menimcha. Judayam ayanchli. Aytishga til ojiz. Bu menga yoqmayapti. Shkiper, hujjatlar qalbaki emasligi aniq. Ha, shak shubhasiz bu qog'oz aslida Bo'lmasa faktlarni hisobga olgan holda xulosaga yuzlanamiz. Faktimiz bu qog'oz. Nimaiki bo'lmasin, uni tekshirish kerak. bu rost gap bo'lsa-chi? Oh, birinchi kundan-a. Shuning uchun ikki hissa tekshiramiz. Adashgan faks menimcha. Qandaydir Morisni 24 soatlik umri qolgani haqida. Shkiper, bu haqiqat ekan. Moris faqat ertagacha vaqtga ega yashash uchun. Hamma dasturmolchalar tayyorlasin, do'stlar. To'xtanglar. Meni ham chaqirishgan. Nima shunchalar jiddiy vaziyatmi? Va nima uchun Moris men bilan kelmasligi kerak? Men uni bog'ga dam olgan yubordim. U juda ham xursand. Qaysi anchayin muammoga uchrashdayin. Juda zo'r bo'ladi o'zi ham. Ha, kutilmagan sovg'a. O'zingni bosib ol, uzundim. Sen uchun yomon xabar bor. Bu yerda Morisni bir sutkali hayot qoldi deb yozilgan. Ertaga ertalab u bu dunyoni tark etadi. Aniqroq qilib aytganda nima bo'ladi? Mana. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Men dunyodagi eng yaqin do'stimni yo'qota olmayman. Ey Xudo! Yaqin do'st, sen uni doimo Nima? Doimo buyruq beraverib, g'ashiga tegamanmi? Sen do'stlik haqida hech narsani bilmas ekansan, ahmoq pingvin. Ey Xudo, uni qutqar pingvin. kechirasan, uzundim. Men kurasha olmaydigan kuchlarim bor. O'likning yuzi biram qo'rqinchli-ki. Xo'sh, kimdir bu gapni Morisga aytish kerak. Mendan tashqari barcha istovchilarni aytsa bo'ladi. Bir daqiqa. U bilishi shartmi? Shunchaki bu kun kim uchundir oxirgi bo'lsa-da, Moris uchun eng zo'rligini ko'rsataylik. Marlin, juda ham qoyilmaqom fikr. Moris, yordam berishga izn ber. Xo'sh, kuning qalay o'tdi? Bu nima o'zi? Minnatdorman. Ammo Qirol Julian bularni bog'dan olib kelishni o'zing buyurding. Ha, albatta. Sen biron marta biron kimni qattiq sevib. Yo'q. Men ham Men seni yomon ko'rsam-da, taxtimda o'tirishingga ijozat beraman. Negadir charchab ketdim. Qo'lim og'rib ketdi. Nima bo'ldi? Men xavf ostidamanmi? Xavf ostida? Yo'q. Nima? Senga shunchaki yaxshi muomalada bo'la olmaymanmi, Moris? Yaxshi. Ha? Yaxshi. Juda yaxshi. Yura qol ketdik. Birga kokkos uloqtiramiz. Xuddi avvalgi davrlardek. Ketdik. Yodimda yo'q. Hech qachon kokos uloqtirmaganmiz-ku birga. Bu ishni bekor qildi. Bekorga emas, ataylab. Kim boshimizga kokos uloqtirdi? Sal qolgandi-ya. Yo'q. Maq qo'ydim. Meni do'stimni urishib o'tirmanglar. Uni o'rniga yaxshisi mana mortni kaltanglang, iltimos. iltimos. Yo'q. Qalay o'shni? O'zingni yosh his qilyapsanmi? Nega hamma meni do'stim yoki oshna deb chaqira boshladi? Bana yeysanmi? Mana ikkita ol. Biriga to'ymasang, ikkinchisini ye. Xulosaliklar, sizlardan minnatdorman, ammo men shunchaki dam olmoqchi edim xolos. Ay Moris, seni birodar deb chaqirishga ruxsat ber.
Hammaga nima bo'ldi? Nega hamma mehribon va g'amgin? Qiziq. Balki ular o'layotganingni bilib qolgandir. Sochlaringni bo'yayotganingni demoqchi edim. Ha, ya'ni yo'q. Ya'ni nima? Shkiper, biz Moris uchun nima qila olamiz? Tushunaman, zobit. Qo'yaver. Men hozirgina Mason va Phil bilan gaplashdim. Ular quyidagi xabarni aytishdi. Bu gul kasallikni davolar ekan va u Morisga yordam berishi mumkin emish. Tushunarli, ammo bu tabiat go'zalligini qayerdan topsak bo'larkan? Shahar florasi. Xo'sh, Filippin, Avstraliya, Belgiya, Yangi Gvineyadan. U yerga borishga ulgura olmaymiz. Bu yerda, mana bu yerda. Gullar do'konida. Harakatda ya. Salom. Senga soya bo'lib turaymi? Salom. Bas. Meni yolg'iz qoldirishingiz qiyinmi? Nega hammangiz baravarga? E'tiborli, paxmoq oliyjanob. Yo'q, bu so'zlar faqat menga xos. Mevalar, Shashkalar xohlagan rangda o'ynashi mumkin. Oyog'ingni uqalab qo'yaymi? Balki qirollik tojini kiyishni istarsan, a? Mana. Uni agar jonimga tegdi. Nima? U xabar topmaslik kerak edi-ku. men unga aytmagandim. Ishoning. Baribir bu hayotingdagi eng yaxshi kun emasmi? Bir butun ayanchli qisqa va baxtiyor hayoting davomida demoqchi edim, a? Nima deysan? Men nima? Mo'ljal ichkarida ishkiladi. Ustma-ust yigitlar. Eshik qulf. Zobit, baribir xohish bildirishing kerak shekilli. Menimcha xohish istagim yetarlicha emas. Hozir yig'lab olaman. Bu yer shikastlanmaydigan ko'rinadi. Kovalski, menga bahona emas, g'oya kerak. Menimcha chindan yaxshi, ha? Demak, sen bugunni hayotingdagi eng yaxshi kun deya olasan. Albatta, ammo sen o'tiraverganing uchun taxt ancha-muncha yedirilib ketdi. Men yostiq olib keldim. Yumshoqina o'tira olishing uchun paxmoqina yostiqlar. Yo'q, men bu haqda gapirmagandim. Men aslida Ko'proq yostiqmi? Hoy, endi qulaymi? ha, judayam. Bas qilinglar, iltimos. Bu judayam qiyin ish ekan. Bu g'alati ovoz qayerdan kelyapti, Mort? Mo'ljalga yaqinlashyapman. Sekinroq. Yana ham sekinroq. Voy! Bekor qilinsin. Uni tortib olamiz. Bu yerning xavfsizlik darajasi beziyon. Va katta bangus ko'zlaringiz bilan menga qanqayib qoldingiz. Bo'pti, jonimga tegdi. Men uxlamoqchiman. Uni agar charchab ketdim. Yo'q, bunday deya ko'rma. Uxlashing mumkin, ammo bir gap. O'limga o'xshagan uxlashni xayolingga ham keltirma. Sen yaxshisi, sen undan ko'ra harakatda bo'l, harakat qil. Ustimdan kulyaptimi? Jim bo'lib va raqsga tush. Yo'q, qilamiz, operatsiyasiga tayyorman. Bo'lmasa gul tomon olg'a bos. Mana. Yaxshi, biroz ortga, yaxshi, o'ngga, tepaga, pastga. Yo'q, yana pastga. Bu bola qayerdan keldi? Shkiper, uni men topdim. Barakalla, zobit. O'zim ham shunday qilyotgandim. Qibrla, davom et. Bo'pti. Menga farqi yo'q. Farqi bor, Moris. Qo'shiq tugamaydi. Shuning uchun sen ham Yo'q! Nega bunday qilding, Moris? Yana biroz o'ynasang bo'lmasmidi? Biroz o'ynasang o'lib qolmasding-ku. Endi sensiz men yashab nima qilaman, og'ayni?
Biz kech qolibmiz. U nafas olyapti. Juda baland. Bo'pti. Bo'ldi bas. Lekin kun bo'yi menga hech kim kun bermayapti. Jonimga tegib ketdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Qisqasi, mana bu qanotimdagi hujjat Elisning ofisidan keldi va u yerda seni o'liming haqida yozilgan ekan. Yagona yo'limiz Gul bilan seni davolash edi. Nima? Bizga minnatdorchilik bildirishni keragi yo'q. Buni faqat sen uchun qildik. Moris, yana bitta faks senga yuborilibdi. Qara, 24 soat vaqting qolgan. Bu vaqt ichida sen buyurtirgan mahsulotingni olib ketishing kerak. Tushunyapsanmi? Moris, Voy, borkide, menga gullar do'kondan keldi. qayerdan bo'lsa ham. Xudoga behisob shukr. Sen sotib ekansan. Biram xavotir olgandimki, biram ko'nglim tusagan barcha narsalarni qilib tashladim. Mevalarimni hammasini berib yubordim. Yong'oqlarimni ham. Sen esa bu safar ham meni aldading. Seni yomon ko'raman. Sizlar chindirab 24 soatlik umri qolganiga ishondingizmi? Ana endi bu yerdan daf bo'lishiga 24 soat vaqt beraman. Daf bo'l, Moris, mana. Demak, bariga tushunmovchilik sabab ekanda. Tushunmovchilik bo'lganda ham juda ayanchli, lekin yaxshilik bilan tugagan anglashilmovchilik bu. Yaxshi tomoni shundaki, Rikoni yori uchun sovg'a topildi.